Zomin Milliy tabiat qo'riqxonasida 200 yillik bobo yong'oq bor. Amir Temur davrida ham bo'lgan mana shu bobo yong'oq. Mana bizadagilar musulmon deb musulmon emas, shirk ish qiladi. Mana latta salfetkalarni bo'ylab ketgan. Birinchidan bu salfetkalar shamolda qimirlab, hamma qirqimizga-yu qushlarni uchiradi. Ikkinchidan qattiq bo'ylab ketgan, mana novdani o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Iltimos, musulmon bo'lsalaringiz Xudoga iltijo qilinglar, iltijolaringizda. Tabiat yodgorliklarini asrashga harakat qilinglar. 250 yillik yong'oq. Zomin Milliy tabiat bog'ida. Amir Temur bobomizni ham ko'rgan yong'oqlar bular. Yetti yuz yillik bobo yong'oqqa salfetka bo'ylab qo'yib ketgan. Nam salfetkalar o'zi aslida islom dinida ham shirk hisoblanadi. Tabiat yodgorligini ifloslantirish hisoblanadi. Beparosat musulmon emas odamlarimiz Xudoga iltimos qilmaydimi undan ko'ra? Niyati bo'lsa.